O'zbekiston xalqi uchun shoshilinch xabar. O'zgidromet o'zbekistonliklarga hafta davomida kutilayotgan haftalik ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Eng so'nggi va dolzarb yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling, O'zgidromet xabariga ko'ra 23 va 24 dekabr respublika bo'ylab yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Toshkent viloyati va Farg'ona vodiysi viloyatlarida 23 dekabr kuni kechasi va ertalab ba'zi joylarga biroz qor yog'ishi mumkin. 25 va 26 dekabr kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida vaqti bilan asosan qor ko'rinishidagi yog'ingarchilik kutiladi. 26 dekabrda Toshkent viloyatining ba'zi joylarida yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Ushbu kunlarda respublikaning qolgan hududlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat asosan kechalari 3 daraja sovuq. 23 va 25 dekabr kuni esa 5-10 daraja iliqqa ko'tariladi. Poytaxtimiz Toshkentda 23 dekabrdan 25 dekabr kunlarida asosan yog'ingarchiliksiz ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Faqatgina 23 dekabr kuni kechasi biroz yomg'ir yog'ishi mumkin. Kechasi va ertalab tuman tushadi. Shamol sharqdan 3-8 metr/sekund tezlikda esadi. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalaklar kuzatiladi. Harorat kechasi 1 daraja sovuq, kunduz kunlari 2-4 daraja iliq bo'ladi, deyilgan xabarda.